Odamlar, ko'zinglarni ozgina kattaroq ochinglar, sizlarning cho'ntagingizdagi pulga ham yaxshi mashina olsanglar bo'ladi. Hozir men sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan avtomobilim Tracker narxi bilan pasti bir xil. 2 millionmikan arzon bo'ladi, xolos. Videoni oxirigacha ko'rib, shu videoga bitta like bosing, men buni komfortlarini men sizga ko'rsatib o'taman. Ushbu avtomobil Haval Julion bo'ladi. Bu tarafda qora rangi, bu tarafda ko'k rangini hozir men sizga obzorga ko'rsatib beraman. Avtomobilda rulni o'zini-o'zi boshqarish funksiyasi bor, avtotarmojeni, 360 graduslik kamera, faralari LED bo'ladi, ballonlari yumshoq bo'ladi, almashtirishni ham hojati yo'q. Diskalari o'zi zavodskiy uchotki chiqqan. Ko'rishingiz mumkin, 360 kamerasi ham beskulchovoy dostуп bo'ladi. O'rindiqlarda isitish, sovutish funksiyalariga ega. O'rindiqlari ligirovkali bo'ladi, elektronli. Multimedia rol, salon qismini o'ziga 80% dan oshiqroq eko koja sifatligidan ishlatilgan. Monitor bo'ladi, skorishlari, joystick bo'ladi. Endi aytishingiz mumkin, Tracker O'zbekistonda chiqadi-ku deyishingiz mumkin, zapchastlardan muammo yo'q deyishingiz mumkin. Lekin bu mashina ham o'zimiz O'zbekistonda Jizzaxda terilayotgan mashinalardan bittasi. Zapchastdan umuman muammo yo'q. Sababi ushbu avtomobilga 5 yil yoki 150 ming kilometrgacha rasmiy kafolat ham mavjud. Nima joyi buzilib qolsa, servisimizga olib kelasiz, yangisini qo'yib beramiz. Orqa kengligiga alohida e'tibor berasiz. Qarang, orqalari ham anchagina keng. Shunday ochganingizda mana bunaqa podarishni paketlarini ichida podarkalar bilan birga bagaj sig'imi 450 litr desa ham bo'ladi. Anchagina katta bagaj sig'imi va ushbu avtomobilimizning motor qismi 1.5 turbina, 4 ta porshili bo'ladi. 3 ta porshin emas, 4 ta porshili, 1.5 turbina, 147 ta ot kuchi, shahar ichida rasxod atiga 7 litr rasxod qiladi. Ushbu avtomobilga qiziqqan bo'lsangiz, pastdagi nomerlarga telefon qilsangiz, sizga to'liq narxlarni va avtokreditga olmoqchi bo'lishingiz mumkin yoki rassroshkaga o'z nomingizga ham rasmiylashtirib beramiz. Boshlang'ich to'lov atiga 30% bo'ladi, где-то 70-80 million atrofida to'lov qilib bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Avtomobilda bundan tashqari avtoparkovka funksiyasi ham mavjud. Oldida head-up displaylari ko'rishingiz mumkin va panorama tom. Xullas, siz nima xohlasangiz ushbu avtomobilda mavjud. Bizning manzilimiz Namangan shahar Yangi bozor Promzonaning yo'lida. Pastdagi nomerlarga telefon qiling, boshlang'ich to'lov, oylik to'lovlar haqida sizga to'liq ma'lumotlarni berishadi. Shu videoga bitta like bosib, kommentariyada o'zingizning fikringizni yozib qoldiring. Trackermi, Julionmi?